Barchaga salom. 30 kunlik challenge boshlandi. Bugun birinchi kun. Charchagan bo'lsam ham bu videoni olaman dedim. O'zim tanishtirib o'taman. Men ismim Gulixa Yoshmit. Men O'zbekistonlik Buxoro qiziman, lekin 8 yildan beri Germaniyada yashayman. 32 yoshdaman. Turmushga chiqqanman, hali bolalarim yo'q. Bilasizlarmi, men hayotimni o'zgartirishga qaror qildim. Hozirdagi kasblarim bu o'qituvchilik, onlayn nemis tili dars o'taman va hamshiralik. Germaniyadagi ruhiy kasalliklar kasalxonasida ishlayman bir qisman ozgina blogerlikdan pul topaman. Men odamlar bilan ishlash menga unchalik ham yoqmaydi. Men introvert odamman. Bu degani uyda o'zim bilan bo'lishga, kreativ ishlar qilishni juda ham yoqtiraman. Men xohlaymanki, men o'zim xohlagan hayotni yashashni xohlayman juda ham va bunga motivatsiyam to'la, kuchim yetadi deb o'ylayman oxirgi yillar. Negadir hayotim boshqalarning ko'z oldida yaxshi tomonga o'zgargan bo'lsa ham, uy sotib oldik, undan oldin turmushga chiqdim. Hammasi yaxshi, oilamdagilar sog'lom. Biz juda ham ko'p sayohatlar qilamiz. Lekin men o'zimdan noroziligim oshib boryapti. Negadir hayotimga hech nima, даже pulim yo'q payti ham o'zimdan juda ham rozi edim hayotimdan. Lekin yillar davomida noroziliklar bo'ldi. Nimadan bu noroziliklar kelib chiqdi? Turmush o'rtog'im bilan mana bu yil 7 yil bo'ldi birga ekanligimizga, tanishganimizga va nima uchundir yillar davomida men unga moslashishga harakat qildim va o'zimni ko'p foydali odatlarim, o'zimni hayotimdan qanaydir chiqib ketganday bo'ldi. Masalan, hozir o'ylab qarasam, turmush o'rtog'im bilan tanishishimdan oldin men o'zim ko'proq sayohat qilardim. Hozir planlashtirilgan oilaviy sayohatlar faqat. Endi oila qurgandan keyin boshqacha bo'ladi, to'g'ri, lekin men juda ham sayohat qilishni, o'zim sayohat qilishni sevadigan insonman va men juda ham uni kutish rejimida qolgandek his qildim o'zimni oxirgi yillar, to'g'risi. Ikkinchidan, meni yaxshi odatlarim bu, men sport bilan doimiy shug'ullanardim. Fitness 3 marta do'konlarim bilan haftasiga kamida borardim. Fitness u yoqda tursin, даже yugurishga ham chiqmay qo'ya qoldim. Sport hayotimdan chiqib ketdi. Ko'proq men sog'lom bo'lmagan ovqatni yeyishni boshlab, oxirgi yillar davomida 20 kilodan oshiq, hozir 80 kiloman semirib ketdim va unga hozir avvalgi holatimga qaytish juda ham qiyinlashdi. Qiyinlashganning sababi chunki men ko'p ishlashni boshladim. Ishim uzoqqa va odamlar bilan ishlab charchab, o'zimga qaramay qo'ydim-da. O'shani qaytarmoqchiman. Uchinchisi odatim, men kitob o'qimay qoldim. Shu yilning boshidan beri men kitob o'qimayman. Oldin men juda ham ko'p kitob o'qisdim. Bitta kitobni tugatardim bir oyda, ikkita kitob tugatardim ko'pincha. Lekin keyin kamayib, masalan, bir haftaga ham bir marta kitob o'qimaydigan bo'lib qoldim. Men keyingi kunlar davomida shuni o'zgartirmoqchiman. Menimcha bu yosh qizlarga, yigitlarga motivatsiya ham bo'ladi. Bundan tashqari o'zimni shaxsiy odatlarim, shaxsiy ko'rinishim, tashqi ko'rinishimdan tashqari men yana o'z butunlay home office, uyda ishlash, uydan pul topishga o'tmoqchiman va bunga aniq rejam bor. Amalga oshadimi yo'qmi bilmayman. Bu videoni da sizlarga shu jarayonga o'zimni olib boraman. Qanday qilib uydan pul topmoqchiman, qanday qilib o'zimga yoqmagan kasblar, o'qituvchilik va hamshiralik kasbidan ketmoqchiman butunlay. Shunga qaramasdan erimni qo'liga qarab qolmay, o'zim pul ishlashni sizlar bilan ko'rsatib, sizlarga shu jarayonni olib bormoqchiman. Menimcha sizlarga qiziq bo'ladi shu jarayonga men bilan birga qilish. Bugun birinchi kun challengeimizni va buni 30 kun davomida qilib boraman. Agar sizlarga yoqsa, videoni yaxshi ko'rsalaringiz, agar kommentariy qilib men bilan birga davom etishimni xohlasalaringiz, albatta keyingi kunlar ham challengeni davom etamiz va har bitta jarayonda buni qanday qilyapman, qanday tashkillashtiryapman, qanday pul ishlashni o'rganyapman, sizlarga ham o'rgatib boraman, sizlarga ham aytib berib boraman. Balki oxirida natija bo'lar, balki bo'lmas. Buni hech kim bilmaydi, o'zim ham bilmayman. Lekin meni motivatsiyam kuchli, menda strategiya bor, menga vaqt bor. Ishxonamda masalan ko'p ketdim. Bu oydan kurslarimni ham to'xtatib, o'qituvchilikni to'xtataman va
ishimga ham juda kam boraman. O'sha uchun uyda vaqtim bo'ladi. Men ishimdan ketdim desam ham bo'ladi, yarmisidan va maqsad butunlay ishdan ketish. Ishonamanki, bu amalga oshadi. Qanday qilamiz buni? Birinchidan, vaqtim bor endi va o'zimni yaxshi ko'rgan odatlarimni yana qaytarmoqchiman. Hozir dam olib olgandan keyin o'sha odatlarimni sekin-sekin qanday qaytarayotganligimni, qanday ariqlayotganligimni, qanday o'zimni eng zo'r versiyam, eng zo'r Guli Hayo Schmidt bo'layotganligimni sizlar bilan birga ko'rsatib olib boraman. Va qanday qilib pul ishlamoqchiligimga to'g'ri kelsak, men xalqaro brendlar bilan ishlashga qaror qildim. Va ikkinchisi, men nemis tilida vlog olib borishga qaror qildim. Bilmaganlar uchun men 1 yildan beri blogerlik bilan shug'ullanaman. O'zbek tilida katta YouTube kanalim bor. Yaqinda 1 yil bo'lganiga 80 mingta podpisчик bo'ldik. 100 mingta bo'lishimizni juda ham xohlagandim. Afsuski amalga oshmadi. Baribir xursandman, meni communityim, rahmat sizlarga. Va biz Instagramda 94 mingta bo'ldik. U ham 100 mingga yetmadi, lekin mayli, hech qisi yo'q. Men taslim bo'lmayman, men baribir xursandman. Shu ara ko'p reklamalar ham oldim, 1-2 ta Germaniya brendlari bilan ishladim, lekin bu juda ham kam. Albatta bundan yashashning iloji yo'q. Shu uchun men nemis tilida YouTube va Instagram, TikTok kanallar ochishga qaror qildim va sizlarga o'zimni tajribamni, nemislarning reaksiyasini, ular menga qanday reaksiya qilganini, nimalar ular uchun qiziq, nimalar yaxshi bo'lmaganini sizlarga aytib boraman. Shu haqida sizlar bilan o'zimni tajribamni, o'zimni his-tuyg'ularimni kanalimda albatta bo'lishib boraman. O'zim ham bilmayman, ular meni qanday qabul qilishadi. Bu video kiyimlarim O'zbekistonda ham juda ham ko'p videolar olganman. Ularni albatta nemis kontentimga tayyorlayman. Milliyligimizni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirib, kontentimni hali qanaqa mavzularda qilishimni sizlarga keyingi videolarda aytib o'taman. Hozir sizlarga umumiy qanday bo'lishini, qanaqa rejalar borligini aytib o'tmoqchiman. Bundan tashqari, o'sha kanalimda ham, nemis kanalimda ham men qanday rivojlanayotganligimni, qanday men o'zimni, masalan, ayol, o'zimni eng chiroyli, eng aqlli, eng zo'r ayol, eng kelajakda bolalarim uchun eng zo'r ona qilib tarbiyalayotganligimni, hali ham o'zingizni tarbiyalasangiz bo'ladi. Yomon odatlarimni yo'qotayotganligimni, turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz qanday yaxshi, qanday yomon tomonga o'zgarayotganligini, qanday bo'layotganligini umuman sizlarga haqqoniy boricha ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik meni tushunmaydi, lekin men heytga ham uchrayman o'zbek kanallarda, lekin hech qisi yo'q. Men bundan xafa bo'lmayman, men o'rganganman. Afsuski, odamlarimiz nimadan ko'ra, nima qanday desam sizlarga, haqqoniylikdan ko'ra o'zini qanday ko'rsatamoqchi bo'lgan, qanday bo'lsa o'shanday ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlardan qo'rqishadi odamlarimiz va boshqa o'zini masalan chiroyli ko'rsatganlarni maqtashadi, o'zini aqlli ko'rsatganlarni. Masalan, men aqlli, o'zim chiroyli, o'zimni qandaydir sizlarga ko'rsatishga umuman niyatim yo'q. Qanday bo'lsa shunday bo'lganman va Schmidt xonim kanalim albatta shunday davom etadi va lekin sizlar meni qanday o'sayotganligimni ko'rib borasizlar. Men ishonamanki, kimgadir motivatsiya bo'laman, kimgadir bu narsa ko'p yordam beradi hayotiga. Hozir charchagan bo'lsam, birinchi video olishga qaror qildim, chunki bugun birinchi qadam boshlandi. Men uyimizni tozaladim, xonamni ozgina bo'lsa ham shunga tayyorladim. Hozir o'tirib plan qilmoqchiman. Birinchi chernovikimni yozaman, keyin men o'zimni bloknotim bor, Sevara sovg'a qilganlar, meni PR menejerim Sevarajon, videoni ko'rayotgan bo'lsangiz katta rahmat. Mana shu bloknotdan motivatsiya beryapti. O'shanga meni eng men uchun qadrli bo'lgan birinchi fikrlarim, birinchi ideyalarimni, albatta rejalarimni shu bloknotimga yozib boraman va ularni keyingi kunlarga bajaraman deb o'ylayman. Men juda ham xursandman, ishonmaysizlar. Shu ishni boshlaganimdan motivatsiya bo'lyapti menga ishimdan ketish.
Va yana bitta narsa, mana 2 yil, 3 yil, 3-yil уже boshlandi qiynayotgan narsa nihoyat haydovchilik guvohnomasini olish. O'tgan yili men haydovchilik guvohnomasidan 5 marta yiqilganman afsuski. Amaliyot mashinaga o'tirgan paytim tezlikdan qo'rqib imtihonda doim yiqilaman, imtihondan o'tolmay qolaman. Lekin keyingi oy buni ham reja qilganman. Nihoyat o'sha imtihondan o'tib, mana mashina haydashni boshlashim, chunki mashinam o'sha sotib olingan. Serijon menga mashina olgan. Shunday qilib, meni qo'llab-quvvatlaysizlar, kommentariy yozasizlar, meni podishka qilasizlar deb judayam xohlayman. Meni community, meni anchadan bir yildan beri bilasizlar, yangi kelganlar ham xush kelibsizlar. Sizlarni kanalimga ko'rganimdan juda ham xursandman hammalaringizni. Keyingi ikkinchi kun ertaga ikkinchi challenge chiqadi va ikkinchi kun sizlar bilan yana jarayonni bo'lishib boraman. Qiziq bo'lsa, albatta kommentariy qoldiringlar. Men o'qiyman, men uchun qanchalik bu motivatsiya bo'ladi. Sog' bo'linglar hammalaringiz va keyingi videoga ko'rishguncha xayr.